Olsak, Hindistan Baş Ministeri Modi'ninki Ukrayna ziyareti olmuş 23 Ağustos. Cuma günü. Cuma günü, tünü Tünü günü yani. tünü gün. Modi'ninki bayanatı mındaq depdi değil mi? Bu iki tarafninki bu uruş bilen hal kıldıgan emas belki oturup Rusya ile Ukrayna'nınki münasebetini uruş bilen emas belki oturup çıraylık jal kılışımız gerek degan şekilde bunu dep ötepdi. Bunu hem de bunu qandaq tushunishimiz kerak? Masalan, Hindistanning yoki Rossiyaga yomon bo'lib qolmay, Ukrainaga yomon bo'lib qolmay, ikkala tarafga bir şekilde munosabatni saqlab qolish uchun buni dedim o. Anin keyindan 6 hafta ilgirlama nimaninki Rossiya rahbari bilan Modininki quchoqlashib ko'rishganligini, Zelenskiyning nihoyatda ko'ngli yerim bo'lganligini debdi bu yerda. Bununla alakadar bir uçuklama veremsiz. Bu sen degandek bu Hindistan Baş Ministeri Modi'ninki Ukrayna ziyareti ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatilib 1991 mustaqillik jakarladi Ukrayna. Hindistan bu davlatni itiraf qilgandan buyon tunji qatim Hindistonninki bir baş ministerininki Ukraynani ziyorat qilishi. Yani ikki davlat o'rtasidagi eng yuqori saviyadagi tunji qatimliq bir uchrashishda bu. Modi bu qatim Sharqiy Yevropadagi bir qism davlatlar qilgan ziyarati qatorida Ukraynaga ziyoratga bordi. Bexatarlikni o'ylashib poyezdda bordi, aeroplanda emas. To'g'ri. Yevropa tarafdan Kiyevga poyezdda o'tdi. Endi sen degandek biraz arka ko'rinishiga qaytsak, o'tgan oyda bu Hindiston Baş Ministeri Moskvada ziyoratda bo'lgan va Putinninki alayda medal bilan davlat ordenlari bilan mukofotlashiga erishgan va quchoqlashib ko'rishgan. Shu kunning o'zida Rossiyaninki bombalari Ukrainada bir balla doktorxonasini bombardimon qilib nurg'un balla o'lib ketgan. Shuning bilan Zelenskiy bunga qarta qattiq norozilik bildirgan. Dunyodagi eng chong demokratik bir davlatning baş ministeri qandoq bo'lib dunyodagi eng chong bir qotil, tajovuzchini quchoqlaydi. Buni men qabul qilolmadim debchi norozilik bildirgan. Modimo doktorxonadagi o'lgan Rossiyani ayblamagan asosda o'lgan bolalarninki bolalar uchun ta'ziya bildirgan va Ukrainaga o'ziniki ta'ziyasini yetkazgan. Hamda bu qatim Modi Ukrainaga ziyoratga qilgan vaqtda tunji bo'lib shu doktorxonani o'rnini ziyorat qilishdan boshladi. Yani şu vafot bo'lganlarga qilsang shu yerda qop degan shekildagi gulchambarak qo'ydi shu yerdagilarga, shu ta'ziya bildirdi va shu orqali yana Rossiyani ayblamay turib o'ziniki Ukraina qo'llaydiganligini bildirdi. Hamda ishninki biraz siyosiy va strategiyalik qismiga kelsak, Hindiston taraqqiy qilayotgan davlatlarninki başlamçılardan biri. Xitoy, Hindiston, mesela BRICS'teki devletlerninki kesak altın devletleri içindeki başlamçı devletlerden biri. Hindiston baştan tartib men bir taraf durmaya da'vatıdı. Bir taraf durmaya da'vatıdı Ukrayna Rossiya urushida. Ama mayli g'arb davlatlari yoki Ukrayna Hindistonni Rossiyaga yonbosdi deb ayblab keldi. Chunki Hindiston hozirgacha Rossiyani oshkora ayblamadi. Ham g'arb davlatlari Rossiyaningki neft eksportiga embargo qo'ygan bo'lsa, Hindiston hozir hamda Rossiyadan eng chong neft import qiluvchi davlatga aylandi. Hozir Hindiston Rossiyaning eng chong neft xaridori.
Bu qatımqı söhbətdimi Zelenskiy asaslıqı Rusiyadan neft setib olmanglar. Rusiya vayron bo'ldi. Tajovuzchilikni to'xtatdi deganda Modining degan gapi biz Rusiyadan neftni azon setib olamiz. Bu Rusiyaga iqtisodiy naf kelmaydi. Agar biz Rusiyadan setib olmay buni boshqa davlatlardan setib olsak, xalqaro neft bahosining o'sib ketishini keltirib chiqaradi. Bu dunyoga ziyonli. G'aribga ziyonli. Shuning uchun bizningki Rossiyadan neft setib olishimizni to'g'ri tushuninglar dedi gapinki Zag'ir shakli. Shuning bilan bu jihatdan nima asli qilinmaydi? Albatta asli qilinmaydi. Chunki Hindiston o'zining davlat bexatarligi va iqtisodiy taraqqiyoti uchun tuzgan plandan mang'idi. Shunga Ukrainaning ko'ngli vaylab yoki qilmadigini bilan Rossiyadan neft setib olmaydigan ishni qilmaydi. Hozir Hindiston Rossiyaning eng chong neft savdogari va eng chong qurol xaridori. Rossiyadan qurol setib oldi, eng ko'p Rossiyadan neft setib oldi. Endi nima bilan bo'lmasin Hindiston boshdan tortib men betaraf davlat deb keldi va u betarafligini ko'rsatish uchun endi bu qatim Ukrainaga bordi. Chunki oldingi qatim Moskvaga borgandan keyin endi bu qatim Kiyevga berish kerakda betarafligini ko'rsatish uchun. Shunga oldin qatim Moskvaga berib Putinni quchoqlagan bo'lsa, tunugun Kiyevga berib Zelenskiyni quchoqladi. Ya'ni men har ikkilar bilan do'st demoqchi bo'ldi. O'xshashlar Moskvadami tinchlikka chaqirgan edi. Urushmanglar, tinch o'tinglar degan edi. Kiyevdami yana urushmanglar, tinch o'tinglar dedi. Yarashinglar dedi va qo'ldan kelishcha yarashtiruvchi bo'lishni xohlaydiganligini ko'rsatdi. Endi Hindiston Rossiya bilan Ukraina o'rtasida yarashtiruvchi bo'la olamdi degan masalaga kelsak, bo'la oladi. Ma'lum darajada bo'la oladi. Chunki garchi Ukraina Hindistonni Rossiyaga yonbosdi deb kelgan bo'lsa-mu, lekin Hindiston bir vaqtda G'arb bilan munosabati yaxshi. Amerika bilan, Yevropa bilan. Mushu ziyorat haqidami Oqsaroyning bayonotchisidan so'g'an vaqtda biz Hindistonningki urushni oxirlashtirish uchun tuhfa qo'shilganligiga ishonamiz va qarshi olamiz dedi. Demak, bu jihatdan Hindiston hech bo'lmaganda ikki taraf bilan ko'rishalagan ekan, quchoqlasha olgan ekan. Bir yarashtiruvchilik roli o'ynay olishi mumkin. Ammo bu yerdan qalliga shu savol keladi. Acaba Hindistonning bosh ministrini Kiyevga, Ukrainaga Putin avatdimi? Ya'ni Putin Modiga deb sen berib uningga gap qilsang shuni bilan yarashib qolsak degan shaklda bo'ldimi? Yoki o'zligidan aktiv bu Hindistonningki betaraf davlat ekanligini ko'rsatish uchun arada men tampon turma deyish uchun buni bir ehtiyoj his qilib bordimi hamdicho? Buni keyingi keyingi kunlarda ko'ramiz. Chunki Ukrainaning agar Putin shundoq degan bo'lsa deyli, bu yerda ikki xil ahvol kelib chiqadi. Rossiyaning iqtisodini nacharlashib urushga nim bermaganligi. To'g'ri, biri 6-chilardan burun deyildimi, keyinmi? Agar 6-chilardan burun deyilgan bo'lsa, u chog'da Ukrainani taslim bo'l degan gap bu. Gapqanlar arguy men bilan urushmasin. Bana taslim bo'lsin, men uni umay degan gapchi. Agar 6-chilardan keyin bo'lgan bo'lsa, o chog'da men endi uningga tankilanmayapman, yarashib qolsak degan gap. Chunki 6-chilar Ukraina Rossiya urushidagi vaziyat o'zgardi. Ukraina urush boshlanib 2,5 yildan buyon tunji qatim Rossiya zaminiga hujum qilib kirdi. Rossiyaning 1000 kvadrat kilometrdan ortiq zaminni kontrol qilib, hozir shu yerda hukumat boshqarishni kontroliga oldi. Demak, u yerdan chekinib chiqish niyati yo'q hozir uningcha. To'g'ri. Ruslar Ukrainaning sharqiga qanday kirib, u yerda qo'shaq jumhuriyatlarni qurgan bo'lsa, Ukraina hozir o'xshash shaklda
Rossiyaningki Kursk rayoniga kirib shuni qilyotdi. Urushning beshida Rossiya qandaq Ukrainaning poytaxtiga hujum qilgan bo'lsa, hozir Ukraina o'zi Rossiyaning poytaxtiga aeroplanlar bilan hujum qilyotdi. Demak, endi bu o'zgar degan gapda shu Modininki yarashtiruvchi bo'lgan taqdirdami qaysi shaklda yarashtiruvchi? Chunki har ikki taraf urush to'xtatishni xohlaydi, ammo o'zining sharti bilan. Ukraina ham o'zining sharti bilan, Rossiya ham o'zining sharti bilan to'xtatishni xohlaydi-da. Ammo bular g'ururini chayinib ketmagan darajada manfaatini qo'g'dagan asosda bir-birininki shartiga kelish jarayoni bu murassa jarayoni bo'ladi. Bu murassa hamda elib berilish kerak, ammo Putin uchuq necha kundan oldidan Ukraina askarlari Rossiya zaminida bo'lgan muddatcha murassani ig'zoch qila olmaydi dedi. Rossiya tashqi ishlar ministri tunugun shu gapni dedi, o'lish kun. Ya'ni siyosatchilarning so'ziga ishonib bo'lmaydi, bugun ustalda o'tirish mumkin. Ammo hozir berayotgan uchur bu-da. Ammo nima bilan bo'lmasin, biz masalani Hindiston nuqtasidan qarasak, Hindiston degandek birinchidan men bir taraf davlat degan maydonni ko'z tutish uchun Rossiyaga borgan bir ziyoratdan keyin Ukrainaga ziyorat qildi. Bu bir tamponlik strategiyasi, tamponlashtirish strategiyasi. Ikkinchi biri Rossiya bilan Ukraina o'rtasida yarashtiruvchi bo'lish istagi ibodat qiladi. Undaq bo'lsa, bu Hindistonniki bu ikki davlatni yarashtirishda rol o'ynashni xohlaganligini ko'rsatdi. Endi yana bir masala bu yerda Hindiston Rossiyaningki Xitoyga ziyod yaqinlashib ketishini xohlamaydi. Gerçi Hindiston Rossiya Xitoy o'rtasida Gerçi Hindiston Rossiya Ukraina o'rtasida tampon turman lilla turma davatgan bo'lsa-mu, ammo Ukrainaninki urush patqida Rossiyaning uzun turib ketib, Rossiyaning ojizlab ketishini va ojizlab ketgan bu Rossiyaninki Xitoyga beqinib ketishini Hindiston xohlamaydi. Shuning uchun Hindiston yana Rossiyaninki Xitoyga beqinib qilishdan oldin olish uchun bo'lsa-mu, Rossiyani ma'lum darajada qo'llaydi. Ya'ni Xitoyning quliga qarab qog'udek holga tushib qilishni xohlamaydi Rossiyaning-chi. To'g'ri. Chunki Hindiston Xitoyninki raqibi, dushmani demagandimi. Undaq ahvolda Xitoyning kuchayib Rossiyaninki ojizlab ketishi bu yerdagi strategiyalik tamponlikni buzadi. Hindiston, Pokiston, Xitoy, Rossiya shunday rayondagi. To'g'ri. Cho'ng yadro davlati bu Osiyodagi, Sharqiy Janubiy Osiyodagi kichkina bir rayonga yig'iliqliq. Dunyoning eng cho'ng yadro markazi deyishga bo'ldi bu ya'ni-chi. To'g'ri. Bundaq ahvolda Hindiston yana Rossiyani Xitoy qarab qolmasin deb qo'llaydi. Bu orqali tamponlik o'rnatishga tirishadi. Biz bugun mishinchik to'xtalsak o'g'lik bunga vak uzrab ketdi. Qilaylik bu temaga to'xtalsak nima bo'ladi? Ukraina nuqtasidan bir nuqtani deb aytay. Ukraina nuqtasidan bu ziyorat hech bo'lmaganda Hindistonniki tamoman Rossiya tarafda emasligini, Ukrainaningki zamin tutildigini e'tirof qildiganligini, Ukrainani bir taraf deb qabul qildiganligini ko'rsatdi. Ya'ni harbiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan ahamiyati bo'lmasa, siyosiy jihatdan ahamiyati cho'ng.